Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Azbek TV obunachilari. Mana sizlar uchun dekorativ tovuq. Bu akamizga kelganman, mana shu yerda 20 xil zot bor ekan. Hozir bitta sizlarga tanishtirib o'taman. Mana bular ko'shamu. Xudo xolasa tuxum jo'jalari bor. Manzil Namangan viloyati 3 tumanda. Lekin bitta ko'rsataman. Ishqibozlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu akamiz haqiqiy bir ishonchli insonlar. Halol insonlardan biri mana. Ko'pchilik mendan so'rayapti dekorativ tovuq. Mana aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Akamizda ko'p. Mana endi mana palgilari bor. Hurmatli obunachilar mana. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana sho'lklar bor, vobshe jinnilardan bor. Mana shularni ukalardan men olib ketyapman hozir mana. Xudo xolasa. O dalmatinni bollari mana shular aka? Ya zo'r chiqibdi bollari. Ko'stim mana qoralamam, hozir ota-onasini ko'rsataman. Hurmatli obunachilar, mana men jo'jalardan olib ketyapman mana. Mana qoralari mana. Juda go'zal mana. Aloqaga chiqaverasizlar, jo'jalari bor, xudo xolasa. Bu bentamlar sotilaveradi-mi aka? Mana ishqiboziga mana beriladi. Mana. Juda chiroylisi. Maza qilib boqasizlar. Dakandan ming marta yaxshi mana. Bu ko'sham mana. O. Mana ko'sham. Mana materiallar. Bulardan ham bollardan bor, ha? Jo'jalardan bor mana. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa juda yaxshi narsalar mana. Bular mana ana 3 kit bo'ldi. Bular sotuvda ekan mana miramirlar. Juda tozasi ekan mana. Aloqaga chiqaverasizlar. Ekrandagi nomerlarga tuxum jo'ja kerak bo'lsa, ko'proq jo'ja olinglar, narxi shu. Manzil Namanganda endi. Akamiz nomerlarini ekran ostiga qo'yib ketaman, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Juda yaxshi narsalar bo'ladi. Mana mashlan jo'jasidan ham oldim mana. Go'zalligini qarang mana. Bular kurki bo'lishga ham juda zo'r bular, ham dekorativ mana. Tashqariga chiqarib olsa ham jim yuraveradi bular, yuvosh bo'ladi. Tomosha qilib ham bitta maza qilib ko'ringlar. Bitta videoga like bosib qo'ysalaring ko'proq odam ko'radi, xudo xolasa. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana bular shabu, svetli shabu mana. Ya'ni bu bittasi kurki bo'lib qopti buni. Bu ham zo'r kurki bo'lar ekan-a? Kurki bo'lish bo'yicha chempion. Ya gap yo'q aka. Jo'jalari bor, aloqaga chiqaverasizlar, tuxum jo'jalari. Mana hurmatli obunachilar, bular Sebright, Cerebro deganlar. Bu yil narxi qimmatlab ketdi, 300 ming, 400 ming bo'lib, jo'jalari bor, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, bu gullari tinig'idan. Hozir tulovdaligi uchun sal boshqacha ko'rinyapti. Asli juda tiniq bo'ladi buni gullari. Tulovdan chiqqandan keyin. Bu kataylarni o'tgan yil qilodingizmi? Mana. Bular miramirdan mana. Bular ham tulovda hozir. Hozirgi miramirlarning ota-onasi mana. Bolalari bulardan ham tiniq chiqibdi gullari, juda go'zal. Mana mayda koreyskilar bu mana. Noyobidan, qorasidan. Qorasini ko'pchilik sotmaydi ham, keyin tuxumlarni ham sotavermaydi hamma. Bu akamizda bor ekan, aloqaga chiqaverasizlar. Maza qilib, haqiqiy kayf beradigan mana. Ishdan kelib, boqsan, paypoqlarni qaranglar buni. Ishdan kelib, don bersangiz, haqiqiy charchoq yozdi bo'ladi-da bular. Mana oq. Oqda vobshe injiqlari mana. Jo'jalari bor, aloqaga chiqaverasizlar. Juda go'zal narsalar. Haqiqiy qushaq. Qora oyoq 5 panja deganlar. Voy, mana legorin. Tuxum, legorin dalmatin. Ishqibozlar, mana tuxum jo'jalari bor. Bular haqiqiy
tuxum yo'nalishi, ham dekorativniy tovuqlar bular. Maza qilib boqishga arziydi mana. Manzil Namangan viloyati 3 tumanida. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana hurmatli obunachilar. Bular lakin filler. Bular haqiqiy ham dekorativniy, ham tuxum yo'nalishida. Ancha yillardan beri buni modasi ham o'lmaydi buni. Narx tushmaydi. 300 ming, 350 ming, 400 ming. Undan pastiga tushmaydi narx. Jo'jalari, tuxumlari bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Tuxumlari ham 100% ochadi buniki. Xo'roz yaxshi ishlaydi. Yo'q, sho'lk ham 100% deng. Mana hurmatli obunachilar, sho'lk. Juda bu bunaqalar bozorda chiqmaydi omon, lekin bor-ku, bunaqa tozasi. Mana shapkalarni qaranglar, hurmatli obunachilar, bitta laykka arziydi. Buni bolalardan ham 2 ta oldim, ha? Dalmatinnikidan 2 ta chiqibdi, undan oldim. Hurmatli obunachilar, mana haqiqiy dekorativniy tovuq boqadigan, haqiqiy azartlarni boqadigan akamizga keldim men. Sizlar uchun. Addushi. Qiziqqanlarga videoni jo'natib qo'yaverasizlar mana. Tuxum jo'jalari bor, xudo xolasa, manzil Namanganda. Dastavka xizmati pochta pulini chiqarib beriladi, pochta pulini berib olib qolinaveradi mana. O'zbekiston bo'ylab chiqarib beramiz, xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha.